Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 18-avgust seshanba. Mana Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Imona tekstil degan do'konni mahsulotlaridan xullas ayol qizlar uchun kiyimlar. Xo'p, shu bozorda manzilini ko'p kishi bilmayapti turgan bo'lsa, bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Hozirgi vaqtlarda shu azonda 3 ta boshlanib bozor. Shu kunduzda rasa borsa shu 9-10 gacha bo'lyapti bozor. Endi sotuvchilar hop bir kun oldin o'sha kechga paytdan o'sha chiqishni boshlayapti. Endi haligi yo'llar tiqilinchoq yoki bir xaridorlar kelib qolsa, sal vaqtliroqda ko'rib yursin bemalol deb mana kechga paytdan o'sha chiqishni boshlayapti. Xo'p, endi narxlarga keladigan bo'lsak, xo'p, bularning narxini juda arzon qilib yuborishdi. Mana pastki qator birinchidan boshlanadi. Mana hozir mana hassachani ushlab ko'rsatamiz. Mana birinchidan boshlanadi. Qayergacha hali? Mana shu joygachami? Mana shu joygacha narxi nechi pul? 25 ming so'm ekan. Mana eslab qo'yinglar. Mana shu birinchidan boshlanadi. Mana ketaveradi. Mana shu oxirigacha, mana shu joygacha 25 ming so'm donasida. Bu pachka narxigami, dona narxigami? Hammasiga bir ketyapti. Donaga ham, pachka narxiga ham shu narx ekan, 25 ming so'm. Materiali nima edi? Shtampil ekan materiali. Razmeri 54dan 60 gacha ekan razmeri. Bu faqat shu tepalikda o'zi lozimsiz. Xo'p. Arzon qator yana qaysi biri? Mana bu tomon ham arzonmi? Bular necha pul xabalar? Mana shu birinchidan boshlanadi oxirigacha. Mana shu birinchidan boshlanadi. Mana shu oxirigacha 40 ming so'm ekan. 500 ta olsalaring 38 ming so'm qilib berishar ekan. Razmeri qanaqa buni? 54dan 60 gacha razmer ekan. O material HB. Bu ham shu ko'ylakda o'zi, a? Xo'p. Mana bu tepadagilari 45 ming so'mdan ekan. 54dan 62 gacha ekan, oxirigacha. Bular velikan razmer ekan. Pachka narxi 45 ming so'm bulardi. Dona narxiga 50 ming so'm, mana shu tepadagilardi. Pastdagilarda donaga ham, pachkaga ham narxi 40 ming so'm. Xo'p. Men tushunarli bo'lsin deb ikmatadan takrorlab qo'yyapmiz. Yosh kattalar tushunmay qolmasin debda. Mana bular necha pul endi? Xo'p, bu mana shu ikkalasi ham shu 40 ming so'mlikdan, a? Xo'p, bu ikkalasi 40 ming so'mlikdan ekan. Hozir ko'rsatgan bu qatorimizdan ekan. Endi bular zamogi borlari. Bular do'yin materialidan ishlangan ko'ylak lozimlar ekan. Mana shu birinchidan boshlanadi. Mana shu joydan mana shu joygacha 50 ming so'm. 65 ming so'm ekan. Kuz kelib turganligi uchun 50 ming so'm qilib yuborishibdi narxini. Donaga ham, pachkaga ham bir xil, a? Razmeri 56 gacha. 52dan 56 gacha razmer. Mana chiroyli qilib ko'rsataylik mana. Televizorda ko'radiganlar borda, like-ni ayamasdan bosib qo'yaverasizlar. Pullaring ketmaydi. Bunisi-chi mana ikkalasi? Bular ham 50 ming so'm ekan mana. Dona pachka narxi bir xil. Endi tepadagilari necha pul? Bularda hammasi 50 ming so'mdan ekan mana. 52dan 60 gachami? 52dan 60 gacha razmer oxirigacha. Bu yerda Leon ham bor ekan, a? Bitta pombaxt bor ekan. Pombaxtni o'zi 85 ming so'm ekan. Xo'p. Mana bularimiz necha pul mana ular? 50 ming so'm mana. Mana ko'ylak lozim ham 50 ming so'm. Bitta mana pombaxtni o'zi 85 ming xolos. Bo'ldi, hozir chiqib ko'rsatamiz. Mana bir vosita mana sizni do'koningizni trendga chiqarib yuboramiz. Endi mana tomondagi qimmatlari endi mana bir tomon qoldi. Namozlilarimiz 85 ming hammasi. Qarang, mana birinchi, ikkinchilar bir xilmi? Hammasi oxirigacha 85 ming. Mana shu birinchidan boshlanar ekan. Ro'moli bilan.
ro'moli bilan mana shu oxirigacha mana bu joygacha 85 ming. Bermandi o'chalar. Bularning materiali belmando, Ro'moli bilan. ro'moli bilan. Bularning materiali nima? Gulli bermandi ular. Bular Tonni bermandi. abnatonni belmando ekan. Bularchi? Bular gulli. Bular gulli. Nima material nomi? Bermandi ular faqat. Belmando, ha. Belmando material ekan, gulli gulsiz ekan. 85 ming so'm. Hammasi ro'moli bilan. Ro'moli bilan, donaga ham, pachkaga ham shu narxi. Xo'p, telefon nomerlari 95lik 968 0797. Ha, tashqaridan ko'rsatib qo'yamiz. Mana bir kun oldin mana boshlab yuborilgan mana bozor. Ha, bizda soat nechi bo'ldi? Soat 7:11 bo'libdi. Kechki mana shom vaqt bo'lyapti mana. Bular nechi pul hala mana bular? Ko'ylak lozim 50 ming. Bu ko'ylak lozimlar 50 ming so'm ekan mana. 60 gachalik razmer mana. Materiali nima bu? Xabar. XB. Lozim. Lozimi bilan. Bularchi mana ular? Mana bular ham bir xilmi narxi? U ali nima bor edi? Arabika o'sha 40 ming bitta qoldi. Mana buni o'zi 40 ming so'm ekan. Shuning uchun erinmay so'rab qo'yapsiz. Bularchi? Ular oxirlar 70 ming ko'p bo'lganga. Bular narxi oxirgi narxi 75 ming so'm ekan. Ko'p bo'lganga agar donaga olaman 5-6 ta olmoqchiman desa 90 ming so'm ekan. Materiali XB. Telefon nomerini yana qaytarib qo'yamiz. 95lik 968 07 97. Shu bitta nomeri bor xolosmi? Aloqaga chiqaverasizlar. Mana eslab qo'yinglar, u har bitta do'konda shu nomeri bo'ladi mana. 304-do'kon ekan mana kelganlaringda shu Imona tekstil deb qo'ygan. Mana bu tomonida mana shu bozor mana. Bu tomoni ham bozor. Videoga hozirdan like bosib, izohlarda fikrni bildirib, keyin shu bemalol vaqt bo'lganda telefon qilasizlar ekan sotuvchilarga. Oldin videoni obdon ko'rib chiqib, mana donaga ham, pachkaga ham hammasiga sotadi. Shoshmasdan ko'rib bemalol xarid qilaverasizlar.